Siz bilan ginekolog Rahimova. Assalomu alaykum aziz ayollar. Bugun sizlar bilan nozik mavzuda labioplastika haqida gaplashamiz. Labioplastika bu faqatgina estetik muolaja emas, bu fiziologik muolaja, ya'ni ayolning hayot sifatini yaxshilaydigan, o'ziga ishonchini oshiradigan, ayolda intim hayotini yaxshilaydigan muolaja turi hisoblanadi. Jahon sog'liqni saqlash tashkilotining ma'lumotiga ko'ra, 2023-yildan keyin bu protsedurani qilish 45% ga ko'paygan. Ayollarimizda hozirgi kunda mana bunaqa internet ma'lumotlarini ko'payishi, ayollarning o'ziga bo'lgan talabini ortishi hisobiga ayollar har taraflama go'zal bo'lishga intilishyapti. Va biz har oyda bir nechtalab labioplastika muolajalarini bajaramiz. Ayollardagi bu muammo faqatgina kichkina lablarning o'ziga yoqmayotganligi uchun emas, 60-70% holatlarda sport bilan shug'ullanganda og'riq kuchayishi, yurganda ishqalanish bo'lishi, ko'p o'tirganda shish holatining kuzatilishi, intim hayotda noqulaylik tug'dirishi sababli bizga murojaat bilan kelishadi va biz ularga bu amaliyotni bajaramiz. Eng ko'p beriladigan savol: qizlarimizga qilsak bo'ladimi? Turmushga chiqmagan. Albatta qilsak bo'ladi. Sababi qizlarimizda hozir ko'rsataman sizlarga. Labioplastikani biz mana shu joyda amalga oshiramiz. Qizlik pardasi esa ichkarida joylashgan va qizlik pardasida hech qanday vrach yetib bormaydi. Mana shu faqatgina tashqi taraflarda o'tkazamiz. Labioplastikani har xil shakllarda bajarish mumkin qizlar. Kimdadir mana shunaqangi lablar ozgina qoldiriladi, kimdadir tagroqdan olinadi, ya'ni kimdadir tekis formatda olinadi. Bu qanday qilib tanlanadi? Bu tashqi katta jinsiy lablarimizni holatiga qarab, lablarning shakliga qarab, rangiga qarab, ayolning holatiga qarab turib tanlanadi. Labioplastikani ikki xil usulda o'tkazishimiz mumkin. Birinchi usulimiz bu traditsion usul, ya'ni skalpel yordamida kesish va tikish orqali bajariladi. Bu birinchi usul. Bu usulda ham juda ham chiroyli natijaga erishiladi. Ikkinchi usul bu lazer yordamida kesish usuli. Lazer yordamida kesilganda oddiy usulga nisbatan kamroq qonash kuzatiladi, deyarli qonamaydi va lazer yordamida bajarilganda asosan ba'zida tikiladi, ba'zida tikilmaydi. Bu ham ayolning holatiga qarab qilinadi. Lablar juda ham yupqa bo'lsa va juda ham ingichka bo'lsa, hatto tikmaganda ham lazer yordamida ham chiroyli lablarni hosil qilamiz. Agar lablar qalinroq bo'ladigan bo'lsa, agar ayol ko'p harakat qiladigan, ko'p o'tiradigan bo'lsa, lazer yordamida qilganimizda ham ba'zan choqli usuldan foydalanamiz. Umuman olganda labioplastikani qanaqa jarayonda ketishi, qanaqa o'tishligi bu ayolning holatidan, kresloda ko'rganimizdan keyin hal bo'ladigan jarayon, holat. Endi labioplastika qancha vaqt davom etadi? Taxminan 15-20 daqiqa, ba'zan 40 daqiqagacha davom etadi. Labioplastika lokal anesteziya bilan bajariladi. Ya'ni mana shu joyni o'ziga og'riqsizlantirib bajariladi. Ba'zan biz katta ichkarida vaginani ichida qinni toraytirish operatsiyalarini bajarganimizda umumiy narkoz ostida yoki bel sohasidan qilinadigan peridural narkoz ostida, epidural narkoz ostida ham ayolimizga labioplastikani o'tkazishimiz mumkin. Bu ham jarayonga bog'liq bo'ladi. Biz ko'pincha ambulator sharoitda qilishimiz mumkin bo'lgan jarayon bu, demak, lokal mana shu joyni o'ziga anesteziya qilib protsedurani o'tkazamiz. Protsedura davomiyligi o'rtacha 15 daqiqadan 40 minutgacha davom etishi mumkin, holatga qarab. Protseduradan keyin 3-5 kun davomida ayolga iloji bo'lsa uy sharoitida qolishligi tavsiya qilinadi va undan keyin bemalol ishga qaytishi mumkin bo'ladi. Nima uchun? Darhol yurib ketish bu mana shu joyda atyoq, ya'ni shish rivojlanishiga va ayolda og'riq bo'lishiga, bitish jarayonlarini qiynlashiga sababchi bo'ladi. Shuning uchun dastlab 3-5 kun ichida uyda bo'lishi, ko'proq dam olishi yaxshi yordam beradi. Eng kamida 2 kun uyda qolishni tavsiya qilamiz. Labioplastikadan keyin og'riqli bo'lmaydi, bir kundan keyin og'riqli jarayonlar o'tib ketadi. Ertasi kundan umuman og'riq sezilmaydi ayolimizda va umumiy tiklanish jarayoni 20 kundan 30 kungacha bo'ladi. Ya'ni polni to'liq bitib ketishga 20 kundan 30 kungacha vaqt kerak bo'ladi. Agar kichik jinsiy lablar olib tashlansa, ayolning sezgisi kamayadimi? Kichik jinsiy lablarda ham haqiqatdan retseptorlar joylashgan, lekin ayolning asosiy sezgisi, ayolning asosiy intim hayotda qoniqish olishi bu klitordagi retseptorlar va qindagi retseptorlar bilan bog'liq bo'ladi. Va shuning uchun ham ayolning asosiy seksual hayotiga labioplastika jarayoni zarar keltirmaydi, balki ayolning o'ziga bo'lgan ishonchini orttiradi. Agar ayolda juda ham katta bo'lgan jinsiy lablar sababli o'zidan kompleks bo'lsa, o'ziga ishonch susayotgan bo'lsa, o'zidan bu narsa aytganimizdek diskomfort uyg'otayotgan bo'lsa, jinsiy hayotida ba'zida aytadi, qisilib qoladi, kirib qoladi, nimadir bo'ladi deb keladi qizlarimiz. Shu holatlar bo'layotgan bo'lsa, ayolimizda labioplastikadan keyin juda ham o'ziga ishonch ortib ketadi. Nima deydi? Baxtliroq o'z
o'zlarini his qilishni boshlaydi. Shuning uchun aytmoqchimanki, bu hech qanday sizni sezgingizni yo'qottirib qo'ymaydi. Ba'zida bu ayollarimizda psixologik muammoga ham sababchi bo'ladi. Ya'ni labioplastika qildirmagan bir ayollarimiz bo'lgan, shunaqa patsientkalar kelib qolishgan. Turmush o'rtog'idan aynan mana shu lablari sababli ajrashib ketgan ayollar ham bo'lgan va ularni biz qabulga kelganlarida kattaroq jinsiy lablarni ko'rganmiz va bu ayolning o'zidagi kompleksi, turmush o'rtoqlari ham balki Instagramda, YouTube'da bir joylarda videolarni ko'rib ayolning kamchiligi bor deb hisoblab qolgan bo'lishlari mumkin. Lekin anglangan holatdagi erkak kishi bu narsani qilmaydi, chunki bu eng nima deydi, to'g'rilasa bo'ladigan eng muhim narsa. Har bir ayolni Alloh har xil qilib yaratadi. Masalan, burnimiz bir xil emas, barmoqlarimiz, hatto izlarimiz, quloqlarimiz hech narsa bir xil emas. Agar sizga komfortli bo'lsa, o'zingizni yaxshi his qilayotgan bo'lsangiz, bu holat norma. Albatta, labi kattalashgan bo'lsa, buni olib tashlash kerak degan narsa yo'q qizlar. Agar o'zingizni noqulay his qilayotgan bo'lsangiz, sizga bu muammo tug'dirayotgan bo'lsa, unda murojaat qilishingiz mumkin. Biz sizlarga chiroyli ko'rinishda bu narsani to'g'rilab berishga yordam beramiz. Chunki mana shu estetik ginekologiya yo'nalishida bir necha yillardan beri minglab ayollarimizga biz xizmat ko'rsatib kelmoqdamiz. Bitta narsani aytmoqchiman, labioplastikani hozirgi kunda kosmetologlarimiz ham bajarishadi va bu xatoni qilmasligingizni so'ragan bo'lardim. Chunki sterilnost degan narsalar bor, u yerda qon tomirlar bor, nerv tolalari bor va har xil holatda protsedura yakun topishi mumkin. Hattoki juda ham xunuk bo'lib qolgan holatlarimiz bor va nima deydi, vrachlarni yordamida agar qildiradigan bo'lsangiz, bunaqangi asoratlar kuzatilmaydi. Endi haqiqatan ham nima deydi, meditsinada garantiya yo'q. Nimadir holatlar yuz berishi mumkin. Bu ayolning individualligi bilan bog'liq aslida. Kimnidir terisida, kimdadir qoni kam, kimdadir sekinroq bitadi, kimdadir chandiqli bitishga moyillik bo'ladi, terida keloid to'qimalar paydo bo'ladi. Shuning uchun albatta shifokor bilan maslahatlashgan holda bajartirishga harakat qilinglar. Agar sizda labioplastika bo'yicha savollaringiz bo'lsa, mana shu video ostida yozib qoldiring. Biz sizga videoning ikkinchi qismini chiqaramiz va sizni hamma savollaringizga ikkinchi qismda javob beramiz. Qabulga yozilish uchun esa mana shu video ostidagi telefon raqamlariga qo'ng'iroq qilishingiz mumkin. Biz sizlarni o'zimizning klinikamizda kutib qolamiz. Viloyatlardan ham kelishadi. Qizlar labioplastikadan keyin qolishingiz shart emas. Biz sizni 1 soatdan keyin uyingizga ruxsat beramiz. Bemalol o'rningizdan turib, o'z oyog'ingiz bilan yurib ketishingiz mumkin bo'ladi. Lekin masofadan turib sizni nazorat qilib turamiz. Qanaqa holat bo'lyapti, nima bo'lyapti, albatta gaplashib turamiz. Shuning uchun bemalol viloyatdamisiz, Toshkent shahridamisiz, kelsanglar bo'ladi. Biz sizga mana shu malakali mutaxassislarimiz bilan birgalikda yordam beramiz. Siz bilan ginekolog Feruza Ne'matjonovna bo'ldi. Meni yo'qotib qo'ymaslik uchun sahifamga obuna bo'ling va kuzatib boring. Layklaringiz bilan ko'proq ayollarimizga videoni yetib borishiga yordam bergan bo'lasiz.